Qarangli yulduzlar. Bir oy bo'ladi ekan. Tur konsert bo'ladigan bo'lsa, mana bu turda qanday qo'shiqlar bo'ladi, nima sovg'alar bor yurtdoshlarimizga? To'g'risini aytsam, viloyatlarda konsert qilish va Toshkentda konsert qilish bu ikki xil ish. Umuman ikki xil ish. Toshkentda tashkillashtirish uchun boshqacha yondashuv kerak. Aytmayman buni oson deb, lekin nisbatan umuman boshqacha proseslar orqali qilinadi. Toshkentdagi konsert va viloyatlardagi konsert umuman boshqacha dunyo ekan va biz bugun shu narsaga kirib kelib shu narsani tushundik. Shu sababdan viloyatlar bu alohida ish bo'lgani uchun alohida tugatib Toshkentdagi konsertga sekin yetib kelamiz, xudo xohlasa. Tracklistga keladigan bo'lsak, avvalambor bizni o'sha bir necha yillardan beri shakllangan talab bor, spros bor. O'sha talabga qarab yangilardan ozgina qo'shib, surprizlardan, lekin asosan ana shu bizni kolleksiya bilan boramiz doimiy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Konstani sizga yoqadigan 3 ta taronasi. O'sha ertasi yo'q, chumoli va guli. Konstani eshitish kerak, qachonki o'zingni yolg'iz his qilganingda, shunchaki mashinada ketayotib hayot haqida o'ylayotgan paytingda yordam beradi motivatsiya olishga. Bir dona bo'lganligi uchun. Eskilarni haligacha eshitib yuraman. Konsta bilan rostdan duet kuylamoqchimisiz? Обязательно bizni Sharif aka bilan o'z kelishib olgan narsamiz bor-da. Havo, to'yib nafas, bundan 1 2 3 2 1. Bundan keyin Hamma odamlar nima deydi? Keldi bu 10 yildan ko'proq. Vatan konsert turi meni orzuyimdagi bir maqsadimdagi bir ish edi. Men uchun iloji yo'qdek ko'ringan, texnik nuqtai nazardan amalga oshirish qanchalik qiyinligini o'ylasam iloji yo'qdek tuyuladigan narsa edi. Xudoga shukrki, bugun 18-may biz e'lon qildik konsertni va 1-iyundan boshlab Guliston, Jizzax, Samarqand, Navoiy qilib shunaqasiga Nukusgacha, Nukusdan keyin bir hafta dam olib Vodiyga chiqib ketamiz. Bu narsa sodir bo'ldi. Bo'lishiga ishonmagan edim. Xudoga shukr, boshlayapmiz. Qarangli yulduzlar, olgan